Adil Mecid teatr san'atining beshigi bo'lgan Markaziy teatr institutini a'lo natija bilan tamomlab 1986-yili Xinjiang opera umgiga taqsim qilindi. U shundan e'tiboran ustozlardan kamtarlikdan o'rganib, chidam g'ayrat bilan mahorat egallab, Uyg'ur teatr san'atining sepiga ishonch bilan qadam qo'ydi. Attirgulga xushbo'y hid qanchalik zarur bo'lsa, odam uchun kulkimi shunchalik zarur. Bu nuqtani cho'nqur, teran ma'nosi bilan tushungan Adil Mejid teatr san'atining eng ixcham, chaqqan janri bo'lgan etot kuldirgi shaklini tanlab olib, har xil mijoz, har xil xarakterdagi obrazlarni nihoyat muvaffaqiyatli yarata oldi. Adil Mejidning bugungi mana mushu muvaffaqiyatini tabriklab, uning nurg'unlagan saboqdoshlari, qurdoshlari, tangdoshlari bugungi etot kechiligiga alohida qadam tashrif qildi. Tuvanda biz uning saboqdoshlarining, tangdoshlarining vakili bo'lgan Izzat Ilyosni sahnamizga olqish bilan taklif qilamiz. Qani marhamat. Qani marhamat. Yaxshimisiz Izzat? Mening bilishimcha siz Adil Mejidning aktyorlik fakultetida birga o'qigan saboqdoshingiz. Ana saboqdoshingiz bugungidek mana shunday zo'r muvaffaqiyatlarga erishdi. Uning muvaffaqiyatini tabriklab qanday sovg'a taqash keldingizki? Rahmat. Men saboqdoshim Adil Mejidning bu etot kechiligining muvaffaqiyatli bo'lishini tilash bilan birga oddiy bo'lsa-mu bir naqshamni ag'ash kelgandim. Naqshamning ismi Mening kulkam. Varmıdı alem ara, külgem kebi yanrak nava, Öngırğanım canlı can bergen melhem dava, Bu menin külkem diyeceğim, çin muhabbet sevgiler, kan yutar kılsam nava, Köngli kara köydür giler. Külkem bilen el küldürüp, Can el migreden keşkenli örtep göydürüp, Keşkenli örtep göydürüp. Varmıdı alem ara, Külkem kebi yanrak nava, Öngırğanım canlı can bergen melhem dava, Bu menin külkem diyeceğim, çin muhabbet sevgiler, kan yutar kılsam nava, Köngli kara köydür giler. Mening külkem, men yetay yanrak nava, Külkem bilen el küldürüp, Can el migreden keşkenli örtep göydürüp, Keşkenli örtep göydürüp, Yıllar örtep göydürüp,